Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Sunnatullo Abduhakimov. Hammanglarga rahmat bildirib qo'ymoqchiman, meni sahifamni ko'rib borganinglarga. Sizlarga Orlando shahri, Florida shtatidan ko'plab trekking xabarlarini yetkazib berishga har kunlik davomida harakat qilib bormoqdaman. Hozirgi vaqtda trekking sohasida ancha ko'p yangiliklar ko'payib bormoqda. Kichik va katta kompaniyalarga ancha raqobatlashtirish va undan tashqari texnologiyalardan foydalangan holda bitta chiziqda bo'lishga imkoniyatlar ko'payib bormoqda. Ulardan bittasi AI deb bu so'zni biz ko'p eshitamiz. Hozirgi vaqtda ko'plab ilovalar nafaqat yuk olish hamda yukni vaqtida olib borish, u yukni brokerga xabar berib turish, unaqa narsalar bo'yicha ilovalar ko'payib ketdi. Lekin siz bir narsani esda tutishingiz zarur. Har bitta AI ning ustida inson turishi zarur va inson o'rni hech qachon qoplanmaydi. Insonlar faqatgina texnologiyalar bilan ishlagan holda o'zini imkoniyatlarini ko'paytirishga hamda 1+1 degan formulani men o'zim uchun yaratganman. Bu formulani qo'llab-quvvatlashga harakat qilishi mumkin. Hurmatli do'stlar, undan tashqari TMS platformalar ham ko'payib bormoqda. ELD platformalar, Fleet platformalar, Digital Folder, kamera, safety ni taqqoslash hamda boshqa. Bular hammasi bizga trak kompaniyani yurg'izishga ko'plab imkoniyatlar yaratadi. Ammo hammamiz ishlatamizmi? Ko'plab 10 ta, 20 ta trakli kompaniyalar Excel, Google Board yoki kichkina dokumentlardan foydalangan holda va ilovalardan ishlatmagan holda o'zini ishlarini sekinlashtiradi. Ammo texnologiya zamonida texnologiyadan foydalangan kompaniya oldinga qarab boradi. Chunki siz inson sifatida hamma narsani kontrol qila olmaysiz. Shuning uchun biz o'zimizda ishimizni tezlashtirib va avtomatlashtirish uchun ko'proq ilovalardan foydalanishimiz kerak. Agressiv investitsiya qilgan holda kompaniyadagi bo'layotgan kichkina va mayda mikro va makro menejment sohalaridagi muammolarni biz faqatgina texnologiya orqali ishlatishimiz va kontrol qilishimiz mumkin. Bu narsa kompaniyangizni keyingi darajaga olib chiqishga yordam beradi. Shuning uchun hurmatli biznes egalari, tadbirkorlar hamda dispatch, fleet, safety, accounting, ELD va boshqa spetsialistlar hammalarga turli xildagi ilovalarni ishlatishni maslahat beraman. Chunki bu nafaqat sizning ishingizni, balki o'zingizni hayotingizni ham osonlashtiradi. Trekking sohasi eng qiyin va stressful sohalardan bittasi. Bu sohada biz o'z ishimizni, faoliyatimizni davom ettirishimiz uchun har doim sog'lom badanda, sog'lom fikr bilan ishlashimiz zarur. Shunaqa gaplar do'stlar, bu kichik maslahatlarim sizlarni ishlaringizda baraka va rivoj berishni umid qiladi degan umiddaman. Izohlarda ilova deb yozing va men sizlarga o'zim tanlagan ilovalarning nomini berib o'taman. Sizlar bilan Sunnatullo Abduhakimov. Keyingi maslahatlarda ko'rishguncha videoni ko'rganingiz uchun rahmat.